Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun 14-darsimiz if else bo'yicha tanishamiz. Algoritm darslari davom etadi. Dasturlash poydevori bo'limi bo'yicha harakat qilyapmiz. If else ni eshitgansizlar, ko'pchilik tushunmaydi. Mana shu joyda ko'pchilik tashlab ham ketgan. Endi bu nima? Sodda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, if inglizcha so'zlarda bular o'zi inglizcha terminlar hammasi. If agar degan. Else aks holda degan. Tushunarli? Va true'ni ko'p o'tyapmiz. Agar to'g'ri ha bo'lsa, true bo'lar, to'g'rimi? Demak, ana shu ha to'g'ri bo'lsa, if ishlaydi. Hozircha shunaqa eslab turing. False agar xato yo'q bo'lsa, else ishlaydi, tushunarli? Endi yomg'ir misoliga o'tamiz. Masalan, agar yomg'ir yo'qsa, mana agar yomg'ir yo'qsa, soyabon olasiz. Buni miyaga buyruq beradi o'zi, miya avtomatik, to'g'rimi? Agar quyosh bo'lib turgan bo'lsa, demak soyabon kerak emas. Avtomatik, demak bunda if ishlayapti agar. Tushunarli? Soyabon olishingiz kerak-da, yomg'ir yog'sa. Aks holda soyabonsiz chiqasiz, quyosh bo'lsa. Endi buni kod bilan ko'ramiz. Mana masalan endi yozamiz. Mana agar if yomg'ir degan o'zgaruvchi olamiz. 2 nuqta qo'yamizda. Endi qarang. Print soyabon ol deb yozamiz. Else 2 nuqta, demak print else print soyabonsiz chiq. Tushunarli? Endi bu yomg'ir nimaga chizadi desa, demak bizda nima qolib ketdi tepada? Bizga yomg'ir degan, yomg'ir demak quti, yomg'ir degan quti o'zgaruvchining ichida, demak to'g'ri degan narsa turibdi. Tushunarli? Buni katta harf bilan yozamiz. Mana. Endi natijani ko'ramiz. Mana soyabon ol. Agar yomg'ir bo'lsa, mana yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, true bo'ladi. Mana yomg'irda oldik. Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, soyabon ol. Soyabon olasiz. Yo'q bo'lsa, demak soyabonsiz chiqasiz, to'g'rimi? Shunaqa natija soyabon ol bo'ldi, chunki yomg'ir yog'yapti mana. Tushunarli? Endi yomg'ir kod, masalan bu false bo'lsa, agar yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Demak, natijada nima bo'ladi? Soyabonsiz chiqib bo'ladi, chunki yomg'ir yo'q. Tushunarli? Bu shart bajarilmayapti-da, o'tib ketyapti va bu else ga o'tyapti. Tushunarli? Natija soyabonsiz chiqdi. Endi if else ning miyasi qanday bo'ladi? Shart tekshiriladi. Mana tekshiradi-da. Masalan, yomg'ir yog'mayaptimi? Unda qaraydi. Mana keldi if yomg'ir. Keyin ekranga qutining ichiga qarayapti. Bunga qarayapti, soyabon olish kerak ekan, lekin yomg'ir yo'q. Nega soyabon olaman deb else ga o'tadi. Tushunarli? Else ga qaraydi, qarasa, demak soyabonsiz chiq. Demak soyabonsiz chiqamiz degan buyruqni ishlaydi. Shart tekshiradi, agar ha bo'lsa if qismi ishlaydi. Tushunarli mana. Hozir false bo'lgan payt else qismi ishlayapti mana. Oddiy. Qayta-qayta yozib nima qiling-da, tushunmasangiz. Keyin bal bilan misolni ko'ramiz. Mana o'tgan darsda ham ko'rdik. Mana bal, mana quti turibdi, bal degan, ichida 70 bor, bal. Endi 70 oltmishdan katta bo'lsa to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni ko'ramiz. Mana if bal oltmishdan katta. Tushunarli? Endi ekranga o'tdi degan buyruq chiqishi kerak. Tushunarli? Bizga balni e'lon qilishimiz kerak. Mana xato beryapti. Xato nimada desa, birinchi qatorda bal degan o'zgaruvchida muammo bo'lyapti. Tushunarli? Buning uchun o'zgaruvchi e'lon qilishimiz kerak. Tushunarli? Mana bal teng necha edi? 70 bal. Agar meni balim olmish bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Mana ko'ramiz. Xato beryapti. Nimaga? Chunki 2 nuqta qolib ketgan. Yana qayta ko'ramiz. Mana o'tdi. Tushunarli? Mana bizda bal 70 bal. Agar bizni balimiz mana 70 oltmishdan katta bo'lsa, o'tsin, o'tdi deb belgilansin dasturda. Tushunarli? Agar kam bo'lsa, tushunarli? Agar kam bo'lsa, uning uchun nima qilamiz yana? Else print o'tmadi. Tushunarli? Lekin natijani ko'ramiz, o'tdi bo'lib turibdi. Nimaga? Chunki buni 59 qilamiz. 59 bal oldi, o'tmadi. Tushunarli? Agar oltmish bo'lsa, o'tmadi bo'ladi, chunki mana yerda teng
Olmuş teng degan hali narsa yo'q, uni keyin o'tamiz, tushunarli. Demak, bizga olmush ham o'tmayapti. Olmushdan katta bo'lsa o'tsin degan mana yerda qoida turibdi, tushunarli. Keyingisi. Endi ikki nuqta muhim. Mana bu yerda shart, if shart qo'yapmiz-ku, mana shart mana bal. Ikkita nuqta qo'yish shart deyapti, tushunarli. Keyin biz qo'yapmiz print ichkariga surish muhim deyapti mana. Ichkariga surganmiz. Mana bu tashqarida turibdi. Bu ichkarida ikkalasi. Keyingisi juft va to'q sonlar. Endi agar sonni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, nima bo'ladi? Bu eng ko'p ishlatiladigan mantiqiy savolda. Buni soddalashtiramiz. Mana boshidan sekin. Mana agar son mana agar son 2 ga bo'lganda deyapti. 2 ga bo'lganda mana foiz 2 ga. Mana ikkita teng nima edi? Demak 0. Ikkita nuqta. Endi print juft. Agar qoldiq 0 bo'lsa, birorta sonni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, juft chiqsin. Aks holda nima bo'lsin? To'q bo'lsin. Hozir bizda natija chiqmaydi. Nimaga? Xato. Chunki biz sonda e'lon qilmadik. Shuning uchun bu yerda yozmaganman men. Shuni olishlaring uchun. Uning uchun biz son berishimiz kerak bu. Son nechi masalan 4 deylik. Mana demak bizning qutining ichida 4 bor. Agar qutining ichidagi son 2 ga bo'lganda 0 chiqsa, juft son deb belgilansin. Aks holda 0 qoldiq bo'lmasa, to'q chiqsin. Endi natijani bitta ko'rsak juft bo'ladi, chunki 4 ni 2 ga bo'lsak qoldiq 0 bo'ladi. Agar buni 3 qilsak, nima bo'ladi? To'q bo'ladi, chunki 3 ni 2 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Tushunarli? Eng oddiy savol mana. Oddiy narsa. Xulosa qilamiz. Agar shartiga if ketyapti. Agar aks holda else, tushunarli? Demak, to'g'ri if, xato else, true if, false else. Uyga vazifa. Kodni yozasiz, yoshni o'zgartirasiz. 16, 18, 25. Natijani kuzatasiz. Mana. Agar yosh 16 bo'lsa, agar yosh 18 dan katta yoki teng bo'lsa, voyaga yetgan bo'lsin. Aks holda voyaga yetmagan deb belgilansin. Tushunarli? Izohlarda yozasiz buni. Tushunarli? Oson ekan.